Assalomu alaykum. Sarf, morfologiya kursi. Birinchi dars. Bu darsda biz arab tilida so'z turkumlari, o'zak va qo'shimcha tushunchasi, fe'l turlari hamda o'tgan zamon fe'li bilan tanishamiz. Arab tilida so'zlar 3 turga bo'linadi: ism, fe'l, harf. Ism mustaqil ma'no anglatib, zamonni bildirmaydigan so'z. Masalan, kitabun mustaqil ma'no bor, zamon esa yo'q. Fe'l mustaqil ma'no anglatib, zamonni ham bildiradigan so'z. Masalan, katabtu men yozdim, mustaqil ma'no bor, o'tgan zamon. Harf mustaqil ma'no anglatmaydigan so'z. Ya'ni harflarni mustaqil tarjima qilib bo'lmaydi, faqatgina biror so'z bilan kelganda tarjima qilish mumkin. Masalan, alal maktabi stolda, fil bayti uyda. Ism, fe'l va harf. Bu 3 so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ism so'z turkumidagi so'zlar tanvin olishi mumkin. Kitabun. Ism so'z turkumidagi so'zlar al artiklini olishi mumkin. Al-qolamu. Ism so'z turkumidagi so'zdan avval harf jar kelishi mumkin. Fil bayti. Ism so'z turkumidagi so'z izofa shaklida kelishi mumkin. Babu sayyarati. Ism so'z turkumidagi so'zdan avval nido harfi kelishi mumkin. Ya tolibu, ey talaba. Ism gapning egasi bo'lishi mumkin. Hada kitabun, bu kitobdir. Gapning egasi hada, bu. Demak, ism so'z turkumiga xos bo'lgan xususiyatlari faqat ismda bo'ladi. Tanvin, al artikli, harf jar, izofa, nido harfidan keyin kelish, gapning egasi bo'lish, fe'l va harfda uchramaydigan xususiyatlardir. Fe'lning o'ziga xos xususiyatlari: egalik ta'sini qabul qilish, muannaslik ta'sini qabul qilish, o'tgan zamonni ta'kidi uchun ishlatiladigan qod harfini qabul qilish, kelasi zamonni bildiradigan sin va savfa harflarini qabul qilish, ikkinchi shaxs muannaslik yesini qabul qilish, nas hamda jazm harflaridan keyin kelish va nihoyat ta'kid nunini qabul qilish. Harf. Harfga xos bo'lgan xususiyatlar bular ism hamda fe'lning xususiyatlarini qabul qilmaslik. Fe'l xususiyatlarini sanab o'tdik. Bu xususiyatlar hamda umuman fe'l arab tilida sarf ilmida o'rganiladi. Hozir sanab o'tirgan xususiyatlar fe'lga taalluqlisi sizga notanish bo'lishi mumkin, sababi biz bu ilmni endi o'rgana boshladik. O'zak va qo'shimchalar. Fe'l haqida yaxshi tushuncha hosil qilish uchun avval o'zak va qo'shimcha haqidagi tasavvurlarimizni aniqlashtirib olishimiz kerak. Guldon. Gul so'zi o'zak. Gul bu o'simlik. Don bu so'z yasovchi qo'shimcha. Ya'ni guldon endi bu o'simlik emas. Bu o'simlik solinadigan idish. Guldon. O'zak, gul, don qo'shimcha. Bog'bon. O'zak, bog', bon qo'shimcha. Nonvoy. O'zak, non, voy qo'shimcha. Sabzavotlar. Sabza, o'zak, votlar qo'shimcha. Shirinlik. Shirin,
o'zak-lik qo'shimcha. Suhbatdosh, suhbat, o'zak, dosh, qo'shimcha. Demak, o'zak bu mustaqil ma'no bildiradigan so'z. Unga turli xildagi so'z yasovchi, sifat yasovchi, shakl yasovchi qo'shimchalar qo'shilib, boshqa ma'nodagi so'zlarni yasash mumkin. Xuddi shu holatni fe'lda ko'ramiz. Kel o'zagi, undan keldi, kelyapti, kelmoq, keltirdi, keltiraman, keltirmanglar kabi ko'plab fe'llarni yasashimiz mumkin. E'tibor bersak, o'zbek tilida doim qo'shimchalar so'z oxiriga qo'shiladi. Kel o'zak, de qo'shimcha so'z oxirida. Kel o'zak, yapti qo'shimcha so'z oxirida. Arab tilida esa qo'shimchalar so'z boshiga, ya'ni o'zakdan avval, so'z oxiriga, o'zakdan so'ng, so'z o'rtasiga, ya'ni o'zak ichiga ham qo'shilishi mumkin. Buning uchun biz qolip hamda vazn haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Qolip. Oshxonada ishlatadigan qoliplarimiz. Tort pishirish uchun to'rtburchak, kvadrat, dumaloq qoliplar ishlatamiz. Tortimiz o'sha shaklda pishadi. Arab tilida ham shunday qoliplar mavjud. O'zagimizni o'sha qolipga solamiz, o'sha qolipdagi so'z hosil bo'ladi. Qolip uchun arab tilida maxsus f, ayn, lam harflari qabul qilingan. F, ayn, lam xuddi shu ketma-ketlikda. Fa'ala aslida qildi degan ma'noni anglatadi. Misolda ko'rsak, kasaro sindirdi fe'li bizda fa'ala qolipida. Nimaga? Kasaro 3 ta harf. 3 ta o'zak harf. Birinchi harf kaf, ikkinchi harf sin, uchinchi harf ro. Kaf harfi fa harfiga, sin harfi ayn harfiga, ro harfi lam harfiga almashtiriladi. Kasaro har bitta harfning harakati fa, ayn, lam harflariga qo'yiladi. Bizda fa'ala qolipi paydo bo'ladi. Demak, kasaro so'zi fa'ala qolipida. Kasaro masalan fa'ila yoki fa'ula yoki fu'ila qolipida emas. Aynan fa'ala qolipida. Kasaro so'zi fa'ala qolipida. Kassaro fa'ala, inkasaro infa'ala, iktasaro ifta'ala, istaksaro istaf'ala, aksaro af'ala, maksurun maf'ulun qolipida turibdi. Keling, af'ala qolipiga o'zimiz biror bir fe'lni qo'yib ko'ramiz. Masalan, xoroja fe'li chiqdi. Xoroja. Xo, ro va jim harflari o'zak harflar. Shu harflarni af'ala qolipiga f, ayn, lam harflarini o'rniga qo'yamiz. Faqat harfni o'zgartiramiz. Qo'shimcha harfimiz hamza hamda harakatlar shu ko'rinishda qoladi. Af'ala axroja, xaraja, axroja. Xoroja chiqdi, axroja chiqardi. Zahaba fe'lini qo'yib ko'ramiz. Azhaba. Ya'ni zahaba fe'ldagi harakatlar tushirib yuboriladi. Faqatgina harflar f, ayn, lam harflarini o'rniga qo'yiladi. Azhaba. Daxola kirdi. Adxola kirgazdi. Labisa kiydi. Albasa kiydirdi. Ozgina bo'lsa ham tasavvur hosil bo'lsa, unda ancha yaxshi, lekin tasavvur hosil bo'lmagan bo'lsa, savollar qoldirishingiz mumkin. Keyingisi, arab tilida fe'llar
O'zak harflar soniga ko'ra 2 ga bo'linadi. O'zak harflar soniga ko'ra. Ya'ni fe'ldagi harflar soniga ko'ra emas, undagi o'zak harflar soniga ko'ra 2 ga bo'linadi. Sulasi 3 harfli fe'llar, rubai 4 harfli fe'llar. Sulasi 3 harfli, 3 o'zakli fe'llarga bizda kataba, kadaba, istaktaba fe'llari misol keltirilgan. Kataba undosh harflar 3 ta, o'zak harfi 3 ta. Kataba undosh harflar 4 ta, lekin o'zak harf 3 ta. Pushti rangdagi harf qo'shimcha. Istaktaba undosh harflar soni 6 ta. Pushti rangdagi harflar bu qo'shimcha harflar, o'zak harflar esa 3 ta. Demak, bu ham sulasi 3 o'zakli fe'l hisoblanadi. Rubai 4 o'zakli fe'l. Dahroja 4 ta harf, 4 ta undosh harf, qo'shimcha harflar yo'q. Tadahroja o'zak harflar 4 ta, qo'shimcha harfimiz bitta, ta. Idhanroja o'zak harflar 4 ta, qo'shimcha harfimiz 2 ta. Shunga qaramay, o'zak harflargagina e'tibor beramiz. Dahroja, tadahroja, idhanroja. 3 ta misol ham rubai fe'l deyiladi, ya'ni 4 o'zakli fe'l. Arab tilida faqatgina 3 o'zakli va 4 o'zakli fe'llar bor. Mana shu o'zaklarga 3 tagacha qo'shimcha harflar qo'shilishi mumkin. Endi o'tgan zamon fe'li bilan tanishish uchun avval kishilik olmoshlarni takrorlab chiqamiz. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. U ikkisi, ular. Yuqoridagilar muzakkar, pastdagilar muannas. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sen, siz ikkingiz, sizlar. Yuqorida muzakkar, pastda muannas. Ana, nahnu, men va biz. Nima uchun bizga kishilik olmoshlari kerak bo'ladi? Chunki aynan shu tartibda biz moziy fe'li, ya'ni o'tgan zamon fe'lini o'rganamiz. Demak, o'tgan zamon fe'limiz fe'lun madin deyiladi arab tilida. 3-shaxsdan boshlab o'rganamiz. Huwa, huma, hum. Hozirgina olmoshlarda takrorlaganimizdek, avval u ikkisi va ularni o'rganishimiz kerak. Demak, kataba u yozdi. U yozdi, kataba. Moziy fe'li, o'tgan zamon fe'li doim fatha harakati bilan tugallanishi kerak. Unga biror bir qo'shimcha qo'shilganda bu harakat o'zgarishi mumkin. Lekin o'tgan zamon fe'li fatha harakatiga mabni, fatha bilan o'zgarmas deyiladi. Kataba u yozdi degan ma'noni bildiradi. Kataba u ikkisi yozdi. Demak, biz u ikkisini bildirib turgan harf bizda alif. Shaxs son qo'shimchasi alif. Kataba alif qo'shilishi bilan u yozdi fe'li u ikkisi yozdiga aylandi. Katabu ular yozdilar. Bizda ularni bildirib turgan harf vav harfi. Vav. Katabu. Fe'l so'ngidagi alif harfi o'qilmaydi. U faqatgina fe'lni ismdan ajratish uchun, farqlay olish uchun yozuvda yoziladi. Bu imlo qoidasi. Katabu vav ular degan ma'noni bildiradi. Kataba u yozdi, muzakkar. Kataba u ikkisi yozdi, muannas. Katabu kataba u ikkisi yozdi, muzakkar. Katabu ular yozdilar, muzakkar. Katabat ta bu muannaslik belgisi, sukunli ta.
O'tgan zamon fe'li sukunli ta'ni qabul qilishi mumkin. Bu muannaslik belgisi. Katabat, u yozdi. Muannasga, ya'ni u qiz yozdi. Katabata, u ikkisi yozdi. T harfiga yana alif qo'shimcha qilinyapti, ya'ni u ikkisini bildiradi. Katabna, ular yozdilar. Muannas. Katabna, ular yozdilar. Muannas. Endi ikkinchi shaxs. Katabta. Mana kataba fe'limizni oxiri endi sukunlandi. Kataba emas, katab bo'ldi. Ta qo'shimchasi bu ega. Ta qo'shimchasi sen degan ma'noni bildiradi. Katabta muzakkar, sen yozding. Katabtuma muzakkar, siz ikkingiz yozdingiz. Katabtum muzakkar, sizlar yozdingiz. Katabti muannas, sen yozding. Katabtuma muannas, siz ikkingiz yozdingiz. Katabtunna muannas, sizlar yozdingiz. Demak, qizil bilan belgilangan harflar tarjimada aynan shu olmoshlarni bildiradi. Birinchi shaxs fe'li katab tu, men yozdim. Katab na, biz yozdik. Tu, men olmoshini bildiradi. Na, biz olmoshini bildiradi. Umumiy qilib ko'radigan bo'lsak, o'tgan zamon fe'li kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Shu yerda qo'shimchalar, so'zlarni oxiridagi qizil rangdagi qo'shimchalar doim o'zgarishsiz qoladi. O'tgan zamon fe'lida doim shu qo'shimchalar qo'shiladi. Bular shaxs son qo'shimchalaridir. Kataba fe'lini o'rniga boshqa fe'lni ham qo'yib ushlash mumkin. Masalan, xoroja chiqdi. Qo'yib ko'ramiz. Xoroja, xoroja, xoroju, xorojat, xorojata, xorojina, xorojita, xorojtuma, xorojtum, xorojti, xorojtuma, xorojtunna, xorojtu, xorojina va yana boshqa fe'llarni qo'yib ushlashimiz mumkin. Birinchi dars uchun mana shu jadvalni tarjimasi bilan yoddan bilish kerak bo'ladi. Shukron lil intibah. E'tiboringiz uchun rahmat.